أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Aziz hurmatli o'quvchilar, 17-darsimizga keldik. Inshaalloh 17-darsimizda tayi marbutani o'rganamiz. Diqqat bilan quloq solib turaylik. Tayi marbutaning asosi ta undoshi ko'rinishidagi T harfidir. Ya'ni tayi marbutaning asosi ta undoshiga asoslangan T harfi ekan. Bu alomat muannas, ya'ni ayol jinsiga dalolat qiluvchi so'zlar oxirida qo'llaniladi. Mana bu T harfi muannas jinsiga dalolat qiluvchi so'zlarni oxirida nima qilingan, ishlatiladigan. Endi qadrli birodarlar, bu qanday o'qiladi? Misollarni ko'rib chiqamiz. Diqqat qilaylik mana shu yerga. Qur'oni Karim o'qiyotganimizda kelib qoldi mana bu ta harfi. Va nafasimiz yetmay qolgan joyida qanday to'xtaymiz deganda, aziza deb turib to'xtaymiz. Ya'ni azizatun deb to'xtamaymiz. Tushundinglarmi? Nima qilamiz? Aziza deb to'xtaymiz. Agar o'tib ketadigan bo'lsak, azizatun deb o'tib ketishimiz kerak bo'ladi. Bu har doim so'zlarning oxirida keladi. So'zning o'rtasida kelmaydi tayi marbut. Ya'ni tayi marbutada to'xtaydigan bo'lsak, ha ga aylantirib to'xtaymiz. O'tib ketadigan bo'lsak, azizatun deb o'qib o'tib ketamiz. Azizatun, faridatun, hamidatun, sa'idatun, shahidatun, jamilatun, halimatun, salimatun, sharifatun, na'imatun, marratun, marratun, karratun, karratun, hurratun, hurratun. Aziz hurmatli o'quvchilar, 17-darsimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu darsimizda biz tayi marbutani o'rgandik. Ya'ni muannas jinsiga dalolat qiluvchi ta harfini, ta alomatini o'rgandik.